Jarqo'rg'on tumani hokim bo'van nomidan faxriy yorliq topshirildi birinchi o'ringa. Assalomu alaykum hurmatli chavandozlar. Bugungi chavandozlik musobaqasida ishtirok etayotgan tomoshabinlar mana Jarqo'rg'on tumanida katta ko'pkar o'tyapti. Mana 3-o'rinda Oltinsoy tumani qo'lga kiritdi. 2-o'rinda Jarqo'rg'on tumani, 1-o'rinda mana Surxon jamoasi. Hammasini tabriklaymiz. Juda 2 soat, qariyb 2 soatdan oshiqroq vaqt davomida haqiqiy chavandozlik musobaqasi bo'ldi. Ko'rib hamma maraqli tomosha qilyapti. Kurash. Bularni kuchiga, otini kuchiga qoyil qolish kerak. Ayniqsa mana Jarqo'rg'onlik Asad polvon. Olim akani o'g'li, to'g'rimi? 6 marta mana to'pirdi deyapti, qoyil. Haqiqiy men 1-o'rinda oladi deb niyat qilib turgandim, endi 2-o'rindan bo'ladi deb otasi niyat qilgan ekan, mayli bo'ladi bu ham. 1-o'rin endi zo'rdiki. Zo'r baribir ama. Ustoz, tabriklayman. Muborak bo'lsin. Davom etadimi yana? Davom etadi. Qarsak chalib qo'yamiz. Hamma endi olomon ko'pkariga start beriladi. Tayyor bo'linglar, maydonni piyodalar bo'shatib qo'yamiz. Zotlar chiqarib berilsin bularni. Olib keling. Ha, endi joylashib olamiz, olomon ko'pkarini boshlaymiz, muxlislar. Bular komandalar bir rasmga tushyapti. Qolganlar Hamma joylashamiz. Takani Alisher. Vaqt ketmasin, takani tushiringlar pastga. bo'ldi, tabriklaymiz. Surxondaryo terma jamoasi, Jarqo'rg'on tumani jamoasi, Oltinsoy tumani jamoasini tabriklaymiz bugungi o'rinlarda. O'tay fuqarolar joylashing endi boshlanadi. O't tariqi. Oldin va tartibni saqlayadi. O't, orqaga o't. Orqaga o'tamiz fuqarolar. O't, hamma o'tirib olsin, boyagi dastlabki joyiga. Tez boshlanadi. O'tiramma endi tomoshabin. O'tir. Boshla, o'tir endi hamma. O'tir deganda. O'tir shu yerda, o'tir. Nari qorinni qo'y. Mana ketelik qo'da, shunda kerak.